shunchalik insonlar siqirt bo'lib ketganmi deyman. Shunchalik deyman, inson qadri yo'qmi deyman. Hozirgi ahvolim, qonimni tozalashyapti, infeksiyalar chiqib ketyapti. Miyam o'ziga kelyapti, sekin. Bir nimalar bo'lib ketyapti. Allohim o'zi yordam bersin deyman. Böyle boshqa hech nima. O'zimga hech kimga keragim yo'q. Nimaga bloger bo'lganman? İnsanlardan e'tibor xohlash uchun bloger bo'lganman. İnsanlar menga e'tibor bersin. Men ota-onamdan mehr ko'rmadim. İnsanlar menga mehribon bo'lsin.